Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Aziz do'stlar, Ramazon oyi umra safariga kela olmagan do'stlarimiz uchun aprel oyini boshlarida shunaqangi bir aksiyali narxlar chiqdiki, siz o'zingizlar hayratda qolasizlar. Narxlar atiga $899 evaziga 14 kunlik umra safariga kelish imkoniyatlari endi sizlarda bor do'stlar. Ekranda nomerlar yozib qolyapman. Bemalol aloqaga chiqinglar. Hozirda o'zimiz Makka shahridamiz. Ya'ni Abu Bakr roziyallohu anhu uylarining o'rniga qurilgan masjidda asr namoziga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xo'p, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqsalaring, o'zing xohlagan savollaringizga javob olasizlar. Narx atiga $899 evaziga reysimiz Toshkent yo'nalishida uchadi. Toshkent Jidda yo'nalish, ya'ni Jidda Toshkent. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka shahrida bo'lasizlar inshaalloh. Haram yaqin gastisalar bo'ladi. Xo'p, Ramazondan keyin bo'layotgan uchun 3 mahal milliy taomlarda ozuqatlari bo'ladi. Shoshilib qolinglar, joylar soni chegaralangan. Atiga $899 evaziga Ramazondan keyin bemalol kelib umra safarini amalga oshirishingiz imkoniyati bor do'stlar. Sizlarda bundan keyingi videolarda ko'rishguncha videoga bitta like bosib, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, обязательно подписка tugmasini bosib qo'yinglar. Chunki bugungi qo'yayotgan videolarimiz va bugundan keyingi qo'yayotgan videolarimiz sizlarga inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umidamiz. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.